Mendan shubhalaning. Men sizdan oldinroq uyg'onaman. Meni havaskor deb o'ylang. Men xatolarimdan saboq olaman. Meni yomon ota deb atang. Bolalarimning kelajagi yanada porloq bo'ladi. Mening biznesimni startap deb atang. Men yana birini ochaman. Meni nusxalashga harakat qiling. Men yangi yechim topaman. Meni yarim yo'lda qoldiring. Men ishni o'zim yakunlayman. Oldimga to'siqlar qo'ying. Men boshqa yo'l topaman. Mening xodimlarimni olib keting. Men yangilarini tarbiyalayman. Meni sindirishga urinib ko'ring. Siz sinasiz, lekin mening xarakterim. Bu videoni har kun ishga borishingizdan oldin tinglang.